A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Bu sura kattaroq bo'lganligi uchun inshaalloh ikkiga bo'lib video qilamiz. Davomi keyingi videoda chiqadi. Wal fajr. Wal fajr bo'lib qalqala bo'lib qolmasin. Wal fajr. Jda qalqalasini bilgandan keyin o'zi og'izni sekin qo'yib yuborsanglar, o'zi chiqadi. Wal fajr. Jda qalqalasi bor. Lda sukunini to'liq beramiz. O'rtadagi alif o'qilmay qoladi. Va layalin ashr. Va layalinda mana lda ham hammasida fathasi bor. Ydan keyin alif mat bor, shuni cho'zamiz. Va layalin izhor kelyapti. Va tanvinni aniq bildiramiz. Ashr. Va shaf'i wal watr. Va shaf'i o'rtada mana shamsiya harf kelgan uchun o'rtadagi alif ham lam ham o'qilmay qolyapti. Shaf'i fda sukunini to'liq beramiz. Wal watr. Wal deganda mana lamga sukun beryapmiz, o'rtadagi alif o'qilmay qolyapti. Watr bo'lib qolmasin. Watr. Wal layli idha yasr. Wal layli mana bu yerda ham o'rtadagi alif o'qilmay qolyapti. Iza da hamzani tagida kasrani o'qiymiz. Zdan keyin alif mat bor, cho'zamiz. Iza deb. Og'zinglarni katta ochib yuborsanglar o'z mati chiqadi. Yasr. Sni sukun beramiz. Yasr bo'lib qalqala bo'lib ketmasin. Hal fi zalika qasamul lidhi hijr. Hal lomni sukunini to'liq beramiz. Fi'ni matini cho'zamiz. Zda til bosamiz. Zdan keyin yana kichkina alif mat kelyapti. Uni ham cho'zamiz. Zalika. Qo istilo harfi yo'g'onligini beramiz. Qasamul. Endi mim ustida tanvin kelyapti. Lam bilan yo'liqqanligi uchun g'unnasiz idg'om kelyapti. Tashdidli qilib o'qib o'tib ketamiz. Xolos, g'unna ushalmaydi, g'unnasiz kelganligi uchun. Qasamul lidhi zdan keyin mana iyomat kelayotgancha ozgina cho'zamiz. Mada mana ustma-ust yozilgan birinchi say keyinchi hijr. Jda qalqalasini beramiz. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi'ad. Alam mimni sukunini beramiz. Taro ro'da tafhimini beramiz. Kayfa yer sukunini beramiz. Kayfa bo'lib qalqala bo'lib ketmasin. Fa'ala bo'lib qolmasin. Aynda ham harakat bor. Fa'ala robbuka bi'ad. Aynan keyin mat, undan keyin d qalqala. Iroma zatil imad. Irma yoki bo'lsam iroma bo'lib ketmasin. Iroma. I keyin roma. Zatil zdan alif mat bor. Moni ulaymiz. Imad mimdan keyin mat d qalqala. Allati ya'ni matga a bilan boshlanadi. O'rganuvchilar bo'lsa qalamda kichkina belgicha qo'yib olsanglar bo'ladi. Allati o'zi e'tibor bergan bo'lsanglar, allati allazilar boshida kelsa hammasi shu fatha bilan boshlanadi. Muhammad yerni cho'zamiz. Lam sukunini beramiz. Yuxlaq xo yo'g'on harf. Qof qalqala. Misluha sida til bosamiz. Hadan alif mat bor. Misluha fil bilad fid ulaymiz. Ldan keyin alif mat bor. Fil bilad qalqalasini berib to'xtaymiz. Wa thamud allazina jabu as-sakhra bil wad. Wa thamud allazina til bosamiz. Mimdan keyin vav bor, cho'zamiz. Thamud allazina urishtiramiz. Zida til bosamiz. Zidan keyin mana yomat cho'zamiz. Jabus jidan keyin alif mat bor. Endi vav ham o'zi aslida mat, lekin o'zidan keyingi urishib ketayotganligi uchun matlik sharti yechilib ketdi. Jabus sohro sot yo'g'on harf, xo yo'g'on harf, ro ham tafhim yo'g'on aytiladi. Bil wad. Bil ulaymiz, o'rtada alif o'qilmay qoladi. Vovdan keyin mat kelyapti. D qalqala. Bil wad. Va fir'auna zil awtad. Fir'auna vovni sukunini beramiz. Zi mat bor. Zil ulashib ketgandan keyin matlik sharti yo'q bo'ldi. Zil deb ulab lamni sukunini berib, hamzani ustidagi a'da o'qiymiz. Au vovni sukunini berdik, labimizni durda aytiramiz. Au tad t'dan keyin alif mat d qalqala. Allazina taghaw fil bilad. Allazina yana begam a qo'yib olamiz. Zdan keyin yo'mat bor, cho'zamiz. Taghaw yo'g'on harf, g'oyam yo'g'on harf. Fil ulaymiz.
ulaganimiz uchun fida mati cho'zilmayapti. Bilad ladan keyin alif mat, oxiri d qalqala. فأكثروا فيها الفساد faksaru bo'lib ketmasin. Ada alohida aytaylik. Faksaru vovul jamoani cho'zamiz. Fdan keyin yo mat bor cho'zamiz. Hdan keyingi alif mat ulanib ketganligi uchun cho'zilmaydi. Fihal fasad sdan keyin alif mat d qalqala. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب صوت yo'g'on harf. Alayhim yo'da sukun beramiz. Mimda izhorni ham to'liq beramiz. Alayhim bo'lib qalqala bo'lib qolmas. Robbuka sawta istilo harf oga o'qiladi. Azab zil til bosamiz, undan keyin alif mat deb beramiz, b qalqala qilamiz. Azab inna robbaka labil mirsad. Inna tashdidli nun kelganligi uchun g'unna qilamiz, ushlab turamiz. 4-5 deguncha robbaka labil degani ulaganimiz uchun o'rtadagi alif o'qilmayapti. Mirsod soddan keyin alif mat d qalqala qilamiz. Fa ammal insanu fa amma adi ham o'qiymiz. Mim g'unnalik tashdid bilan kelgani uchun komil g'unna beramiz. 4-5 deguncha ushlab turamiz. Fa ammal orqasidagi kelgan alifda ulanib ketayotgani uchun cho'zilmaydi. Insanu nun ixfa bo'lyapti. Insanu sdan keyin alif mat bor. Iza mat bor mana. Mab urishtirib olganimiz uchun ikkala alif ham o'qilmayapti. B da qalqalasini beramiz. Ldan keyin alif mat bor. Mabtalahu robbuhu bo'lib ketmasin. Maytda mat yo'q. Sraz o'tib ketamiz. Mabtalahu robbuhu movun cho'zamiz endi. Mana kichkina vovcha turibdi. فأكرمه emas فأكرمه ونعمه فيقول qofdan keyingi vov deb cho'zamiz. Robbi mat munfasil kelyapti. 4-5 deguncha cho'ziladi. Robbi akroman